Bu storisimni Navoiy, Buxoro va Samarqandlik qizlar ko'rsin. Chunki mana shu shikarni kelinskiy ansambllarni qayoqdan prokatga olishni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Hozirgi zamonda kelinlar palon pulga shu chiroyli ko'ylaklarni tiktirib, 1-2 marta kiyib, undan keyin shkafda chang bosib yotadi. Undan ko'ra arendaga olib, kerakli marosimlarda kiyib, kiyimni isrof qilmaslik yaxshi deb hisoblayman. Shaxsan o'zim ham shu taktikani qo'llayman, xudo xohlasa. Bu narsa pulni ancha ekonom qiladi, lekin bizning o'zbeklarimiz sevadigan dabdaba vaybini beradi. Ayniqsa samarqandliklarning dabdabali to'ylariga teng keladigan yo'q. Salonda 100 dan ortiq Dubay va Turkiyadan keltirilgan oqshom liboslari bor. Kelinlarning ansamblidan tashqari juda ham chiroyli вечерний ko'ylaklarni ham topsa bo'ladi. Ko'ylaklar skromniy, toshsiz yoki juda ham ko'p toshli bo'lishi mumkin. Undan tashqari salonda mittivoylar uchun, ya'ni 1 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan qizaloqlar uchun ham ko'ylaklar mavjud. Hozirda esa Ramazon oyi munosabati bilan 20% lik chegirma e'lon qilishgan. Dastavka xizmati Navoiy shahri va barcha tumanlariga, bundan tashqari Buxoro va Samarqand viloyatlariga.